Siz bundan keyin maroj setib olmasangiz bo'ldi. Siz bu usulda maroj qilsangiz, siz sirtdan bir odam maroj yeydigan pulga bütün oylangizga marojni yalaydi. Bu usulda qilsangiz ketadigan xurishlar az, jarayoni oddiy, eng muhim ta'minotdan yaxshi. Siz sirtdagi marojxonalardan qilishmaydi. Siz bu usulda uyda qilsangiz bo'ldi yoki do'konda qilib satsangiz bo'ladi. Ketadigan xurishlar intayin az, mana 3 xil xurish ketadi. Biz oldi bilan tuxumni serg'in toza yaxshi chilib olamiz. Undan keyin javurga mush sutni şekerni qo'yib aralashtirib olamiz. O'lcham film oxirida aralashtirib olamiz, o'tni bo'sh qilamiz. Biz aralashtirib mush sutni tutib qolsak, sutning gradosidan qo'limizning gradosi o'xshash bo'lsa, undan keyin biz mushu tuxumning serig'ini ozdan-oz qo'yamiz. Men bir qo'limda ilashtirib, bir qo'limda tuzini tutqachqa, men bu jarayonni yaxshi ololmay qoldim. Chuqur ozdan-ozdan qo'yib, bo'shat ilashtiramiz. Agar bu o'tni baqqivatsak, tuxumning serig'i shu kalla-kalla bo'ladi. Endi men nima uchun bu usulni tanlayman degan vaqtda men odatda tamoqda bir ishni qilayman, oddiy usul, oddiy xurishlar bilan ish qilishni yaxshi ko'raman. Aslida biz ya marojni ishlatmaymiz, yoki mustanna ishlatmaymiz. Oddiy xurishlar ta'minotdan yaxshi marojdan ya bo'ldi. Sizlar buni bir qitim sinab yap boqqandan keyin uni kim bilsizlar. Biz buni aralashtiramiz, mushtaq aralashtirib azroq ko'pikchilar paydo bo'ldi. Quyilishga boshlaydi. Kaynatlam u yerga sal qaynaydi. Qaynaganligini ko'ramiz. Qaynasa ham o'tni o'chirib yetamiz. O'chirib buni bir qachiq olamiz. Qachiq qilib azroq limon yoki bo'lmasa o'sha aqachiqsini azroq timit etamiz. Limondan limonligini limon hamda shuni azroq timit etamiz. Undan keyin binguga silib buni 1,5 soat to'g'ritamiz, unga bir ilashtiramiz, yana 1,5 soat to'g'ritamiz, yana ilashtiramiz. 3 qitim shunday qilamiz. Shuning bilan mana ta'mi intayin yaxshi, rangi intayin chiroyli chiqqan, ham yesangiz sirtdan qilishmaydigan marojni o'yilib tayyor bo'ldi. Darsdan tushdik.